İbrahim bin Adham rahmetullahi alayhi aytgan so'zlarining 9-si. U aytgan: "Birovning aybini qarab, o'zingizni aybingizni ko'rmaysizlar. Haqiqatda inson bolasi bu dunyoda boshqa birovning aybini ko'rib, lekin o'zining aybini bilmay qoladi." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining hadisini mazmunida aytdi-ku, musulmonning ko'zgusi. Bu degani nima? Shu hadisning tafsirida olimlar aytishadiki, ulamolar aytishadiki, qachon bir inson boshqa birovda ayb, kamchilikni ko'rsa, o'sha kamchilik o'zida bo'ladi. Nima uchun? Musulmonning ko'zgusida, ko'zguda bo'lgan kamchilik bu insonda ham bo'ladi. Shuning uchun nima qilaylik? Boshqa birovning kamchiligini ko'rmasdan o'zimizning kamchiligimizni bilaylik. Sababi hech bir inson aytmaydi, men to'liqman debchi. Alloh taolo bilasizmi, nima uchun ikkita ko'z bergan? Shuni bilingki, bir ko'z bilan boshqa birovning yaxshiligini ko'rib, boshqa bir ko'zimiz bilan o'zimizning kamchiligimizni ko'rishimiz kerak. Shunda bu hayotda hech ham qiynalmaymiz. Shuni bilingki, bu dunyoda har bir insonda kamchilik bor, lekin o'sha kamchiligini ko'rmasdan nima qilishimiz kerak? Yopib qo'yishimiz kerak. Qachon inson bolasi boshqa birovning kamchiligini yopsa, Alloh taolo uning kamchiligini qiyomat kuni o'zi yopib qo'yadi.